sifatga kafolatlanmagan dori vositalar tibbiyot buyumlarini tashxis saqlash va realizatsiya ishlari bilan shug'ullanayotgani to'g'risida ma'lumot olindi. Skaner qilingan tovar deyapti. O'zbekiston Respublikasi milliy markirovka tizimiga tegishli emas. Xolislar ishtirokida ushbu xotira bino inshootida ko'zdan kechirish tadbirini o'tkazamiz. Mana bu yerda yashirin eshik, yashirin eshikdan kirganda yashirin xona tashkil qilingan va ushbu joyda dori vositalari va tibbiy buyumlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin.